Assalomu alaykum aziz gul shaydolari, yashil olam kuzatuvchilari. Mana lavanda gullarimiz keldi, barvino gullarimiz keldi. Hozir bular haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman va narxlarini aytib ketaman. Shoshilinglar, sonlari oz. O'zi juda qimmat sotiladi. Hozir biz dehqondan olib kelib sotyapmiz. Kimga kerak bo'lsa, juda ham chiroyli, arzon narxlarda. Ham kattagina. Mana lavanda gulimiz fransuzskiy, bu kumushsimon barglari, buni oddiyroq sortlari ham bo'ladi. Tez katta bo'ladi, o'rta darajada. Bir yilda bundan ham katta bo'lib ketadi, yoyilib o'saveradi. Bir yilda 2 marta, mana hozir may oyida ochilgan, guli ancha vaqt turadi. Bemalol hidi gap bo'lishi mumkin emas. Magniy moddasi juda ham ko'p. Hidi o'tirsangiz boshingiz og'riyotgan mahal boshingizdagi nervlar qisib qolganda naqa qiladi, bo'shashtirib odamda kayfiyat beradi. Uyga eksalaring juda ham uyda tutatadi hidi bilan. Xo'p, quyoshga bemalol ekaverasizlar. Qishda ham bargini tashlamaydi, yam-yashil bo'lib turaveradi. Kuzda ham bu yana gul ochadi. Dorivor, shifobaxsh o'simlik hisoblanadi. Shaxsan o'zimni hovlimga ekkanimni bundan oldin videoga chiqargandim. Ko'pchilik so'ragan edi. Mana lavandamiz keldi. Narxi 65 ming so'm. Mana juda ham kattagina. Bemalol olib olsalaring bo'ladi. Keyin shunaqa barvino gullarimiz keldi. Bu fioletli gul ochadi, juda ham chiroyli. Qishda ham, yozda ham bir xil shunaqa turaveradi. Bargini to'kmaydi. Bu osilib o'sadigan gul. Hovlilaringga yashil devor qilaman desalaring, bemalol shuni ekib chiqarib yuborsalaring bo'ladi. Mana ichida ko'ryapsizlar, kuslari ham ko'pgina. Narxi 55 ming so'm. Juda ham arzon. O'zi qimmat gullar sarasiga kiradi. Bu ham barvinoklar. Mana juda ham bo'ylari ham baland, anchagina baland. Kimga kerak bo'lsa, aytinglar, dastavka qilib beramiz. Hozir gullarimiz Toshkentda bor. Toshkentdan dastavka qilib beramiz. Toshkentdan Farg'onaga ketadi bu gullar. Farg'onadan ham kelib olib ketsalaring bo'ladi. Yoki uzoq joylarga bemalol dastavka orqali chiqarib beramiz. Telefon raqamlarimiz 91 666 89 82. Manzil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar, gimnaziyani oldida. Hop, dastavka qildirsalaring bo'ladi. Juda ham chiroyli, joni qattiq gullar, hovli gullari. Kimga kerak bo'lsa aytinglar, zakaz bersalaring chiqarib beramiz. Hidi gap bo'lishi mumkin emas, hozir uyda rosa tutatyapti. Mana juda ham shirin. Magniy moddasi ko'pgina. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.